bundan bir 70 yoki 80 yil avval Shom o'lkalarida bo'lgan bir voqea, bo'lib o'tgan voqea. Ana shu Shomdagi bir masjidning imomiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushiga kiradi. Tushiga kirib aytadiki, falonchiga borib ayt, u shu falonchi jannatda mening hamrohim bo'ladi, do'stim bo'ladi. Rasululloh ismini aytgan boyagi falonchi kishi shu masjid yonidagi kichkinagina bir do'konda savdo qiladigan oddiy odam edi. Bu haligi avf qilish, kechirib qo'yish, aybini yopib qo'yishlik masalasiga taalluqli bir amaliy misol. Imom Rasululloh tushida aytgan boyagi kishini uyini topib bordi, eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi. Birodar dedi, menda sizga Rasulullohdan bir bashorat bor dedi. Shu asrimizda bo'layotgan narsa. Faqat Robbiz bilan siz o'rtangizda qanaqa sir bor edi? Shu sirni aytsangiz, men sizga bashorat aytaman. Boyagi kishi imomdan uni sirini fosh qilmaslik va'dasini olib, voqeani aytib berdi. Vallohi bir ayolga uylangan. Oradan 5 oy o'tib tug'adigan bo'lib qoldi. Ya'ni bu ayol menga kelguncha oyog'i toyilib, fahshga yo'l qo'ygan edi. 5 oyda tug'adigan bo'lib qoldi. Mana endi uni sharmandasini chiqarib taloq qilishi mumkin edi. Ammo Alloh taolo uni meni qo'lim bilan isloh qilishini xohladi. Chunki haqiqiy tavba qilganini tushungan edi. Doyan olib keldim, bola tug'ildi. Ertasi kuni namozga chiqarkanman, imom quloq qoqqanida namozga bolani ushlab tashqarida turgan edi. Hamma kirib ketdi. Imom Allohu akbar deb farzga quloq qoqdi. Bolani hech kimga ko'rsatmasdan masjidni tashqarisiga qo'yib, kirib imomga ergashdi. Mo sirni yopishni ko'ring. Namoz o'qib bo'lganimizdan keyin bola yig'lashni boshladi. Hamma yig'ilib atrofida jamlanib ketdi. Kim ekan? Men ham hech narsani bilmagandek bordim. Nima ekan bu deb so'rasam, qara, birov bolani tashlab ketib shu yerga dedi. Menga beringlar shuni dedi. Menga beringlar, men boqib olamiz buni dedi. Ko'tarib olib borib, onasining qo'liga topshirdi. Qo'ni-qo'shnilarning oldida boqib olingan bola bo'lib qoldi. Mana shu qilgan ishi uchun, mana shu aybini yopib qo'yganligi uchun, sharmanda qilmasdan avf qilib qo'yganligi uchun Rasululloh tushiga kirib, falonchiga ayt, jannatdagi mening rafiqim bo'ladi. Bu sahoba emas bu, tobiin emas bu. Siz bilan biz yashagan asrdagi oddiy bir odam ishi.